Do'stlar, mana yana bitta Labo mashinamiz bitdi. Bo'yi standart 1.55 bo'lgan. Turetskiy eshik mexanizm qo'yilgan, qulf kaliti o'zi bilan. Xo'p, yon qismlariga pavorotniklar qo'ydik. Korona qo'yib berganmiz. Eshik mexanizmlari kalitda ochiladi. Ichlari faner bo'lgan, klientimizning xohishiga ko'ra led chiroqli finskiy paner qo'yib berganmiz, 18 lik. Xohlasanglar alikapolli qilib beramiz. Ichlarini xohlasanglar pollarni ham o'zgartirib beramiz boshqa narsaga. Xo'p. Bizda bonus ketyapti akalar. Bonusga nima kiradi? Sandiq kiradi. Katta bokovoy kiradi, salon qismiga polik kiradi, yon tomonlariga ikkitadan 4 ta dona chiroqlar kiradi. Plus tepada stop chiroqlari ham kiradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Ishlarni chiroyli qilib tez bitirib beramiz.